Xitoy rahbarlari hali burunla Xitoy davlati taraqqiy qilib kuchaygan taqdirdami dunyoga tahdid bo'lmaydiganligini jakarlab kelgan edi. Ammo Xi Jinping huquq tutib 2013-yildan boshlab dunyo miqyosida bir balavoq bir yo'l qurilishini boshladi. G'arb matbuotlari iqtisodiy to'zoq deb atagan bu qurilish Xitoyning yer shari xarakterlik iqtisodiy kengaymichiligini ko'rsatib berdi. Xitoyning yoshirin usulda o'z ta'sirini kengaytirishi bilan birlikda Rossiya kengaymichilik g'arzini oshkorlab 2022-yil 2-oyda Ukrainaga hujum qildi. Bu ikki davlatning kengaymichilik, mustamlakachilik yo'li bilan buyuk davlat g'oyasini amalga oshirishga urinib qolmay, boshqa davlatlarni qandaqdir g'arb davlatlarining yangi mustamlakachilik planiga qarshi harakat qilishga safarbar qilayotganligi xalqaro vaziyat analizchilarining diqqatini qo'zg'amoqda. Yaqında Angliya Times gazetining obzorchisi Dominic Lawson Xitoy bilan Rossiya haqiqiy jahongirdir nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, uningda g'arb davlatlari o'zlarining mustamlaka tarixini ayblamasligi kerak. Yangi mustamlakachilar biz emas, balki Xitoy bilan Rossiya degan fikr ilgari surilgan. Maqolada mundaq deyilgan: shak shubhisizki, xalqaro sahnada g'arb davlatlari yangi mustamlakachilar deb ayblanib kelmoqda. Holbuki bu harakatning yetakchilari Xitoy bilan Rossiya hamda ularning ittifoqdoshlari. Oltin kesak davlatlar ittifoqi boshliqlar yig'inida Xitoy raisi Xi Jinping boshqa davlat vakillarini mustamlakachilik asoratidan qutulganligi bilan tabrikladi. Vladimir Putin ularga Ukrainaga qo'zg'agan urushning urush emas, balki g'arbning yangi mustamlakachilik plani va siyosatiga qaytarilgan inkas ekanligini aytdi. Bu to'limi kulkilik gap. Putin Ukrainaga hujum qilishdan burunla Rossiya hukumatining Char Rossiya imperiyasining zaminini qo'ldan berib qo'yganligidan qaqshab kelgan. Sovet ittifoqining Ukrainaga mustaqillik berganini qattiq ayblab kelgan. U Ukrainaning ko'p qism zaminini Rossiyaga qo'shilish niyati bilan hujum qo'zg'adi. Bu sepi o'zidan mustamlakachilikdir. Avtorning qarashicha, kommunist Xitoymi uzun yillardan beri Xitoy xalqining jahongirlik va mustamlakachilikning zulmga uchraganligi, Xitoy kompartiyasining rahbarligida ulardan qutulganligini tashviq qilib kelgan. Halbuki Xitoy kompartiyasi 1949-yili Gomindangni mag'lub qilib, hokimiyatni qo'lga ola olmayla Uyg'ur eli bilan Tibetni ishg'ol qilib, mustamlakachilik harakatini boshlagan. Turkiya Hacettepe Universiteti dotsenti, tarix fanlari doktori Erkin Akram Xitoy bilan Rossiyaning garchi 21-asrda to'simi 19-asrdagi mustamlakachilik yangidan voz kechmagan davlatlar ekanligini bildirib, mundaq dedi: Birinchi dunyo urushigacha mustamlika degan bu so'z yomon ma'nosi yo'qdi. U vaqtida bir imperialist davlatninki kuchini ko'rsatadigan bir simbol. Shuningga bu Birinchi dunyo urushidan keyin nurg'un shu mustamlika ostidagi xalqlar milliy ozodlik, milliy inqilob, milliy qutulish degan nomda bu mustamlakachiga qarshi chiqqandan keyin mustamlika degan hukm undan keyin yomon ma'nosi chiqdi. Undan keyin buni eng ko'p tanqid qilganmi shu g'arbliklar va o'zining qilgan burunqi mustamlakachilikni o'zlari tanqid qiladi, o'zlari pash qiladi. 21-asrda Xitoy va Rossiya 19-asrda yashayotgandek zihniyati bor. Shuningga Rossiya va Xitoy har ikkisi ulus davlat, ya'ni nation state davlatidek ko'ringan, ammo imperialist bir zihniyat va siyosiy madaniyati bilan harakat qilayotgan ikki davlat hamda. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor bu vaqtda yo'llagan yozmachi inkosida Yevropaning mustamlaka tarixini ayblab kelayotgan Xitoy bilan Rossiyaning bugun mustamlaka tarixini qaytilishiga, zo'ravonlik va kengaymichilik qilmishlarini oqlashiga yo'l qo'ymaslik kerakligini bildirib, mundaq deydi: Mustamlakachilik va yangi mustamlakachilik degan bu salbiy ma'nilik atalg'ular faqat bugungi Yevropaliklarga qartilganda u irqchilik tusini olgan bo'ladi. Ilgirki kommunist davlatlar, Rossiya va Xitoy bugun g'arb davlatlari yoki Yaponiyani bu atalg'u bilan sifatlaganda ularning soxtapazligi va shaxsiyatchiligi ayon bo'ladi. Darvaqa Yevropaliklarning ilgari yerlik xalqqa zo'ravonlik qilgan, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan tarixi bo'lgan. Shundaqla ular yangi makonga kishilar qarshi oladigan ko'p xil madaniyat, texnika va taraqqiyotlarni elib kirgan. Ular mustamlakachilikning qayta takrorlanmasligi uchun o'tmishda sodir qilgan jinoyatidan kechirim so'rab, tarix darsliklarida uni dars qilib o'tibotidi. Tarix bizning bu xil jinoyatni tunishimiz va uningga qarshi turishimizga yordam berdi.
G'arbliklarning bugungi muhim vazifasi bo'lsa, ota-bobolari asrlar avval sodir qilgan jinoyatlarini tanqidlashla emas, balki bugun sodir bo'layotgan mustamlikchilik jinoyatlariga qarshi turish. Shunga biz demokratiya dushmanlarining u tarixni suiiste'mol qilib, bizga qarshi turishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Maqolada mundaq deyilgan: Xitoy aslida bir jahongir davlat. Uni o'rta tuzlanlik va shimoldagi Xitoylar qurgan. Ondan sirtqi kengaymachilik qilib, o'zlari Yavoy deb atagan millatlarni, bo'libmi Guangdong tarafdagi millatlarni mustamlika qilgan hamda ularni madaniylashtirgan, ya'ni assimilyatsiya qilgan. Xitoy Kompartiyasi Xitoyga hukmronlik qilgandan keyin sirtqi kengaymachilik qilib, Tibetni ham Uyg'ur elini ishg'ol qilgan. Mana bugun millionlagan Uyg'ur musulmonlari yig'ib olish lagerlarida qayta tarbiya olmoqda. Mana bu mustabid hukmronlik ostidagi hamma puhraga bir xil madaniyatda tengishdan iborat mustamlika siyosatidir. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi Xitoyning Rossiyaga qaraganda jahongirlik qarniyati texmi kuchli ekanligini bildirib, mundaq dedi: Vladimir Putin has made it clear that he has the right to reconstitute the Russian Empire at its greatest extent. Vladimir Putin Rossiya imperiyasini qayta qurdiganligini aniq bildirdi. Necha 10 yildan buyon Ukrainani o'ziga qo'shib olishga urinib kelishidagi maqsadimiz shu. Bu bir meydan imperializm hareketidir. Rossiya bir mustamlikçi davlat. Xitoyning qarniyati texmi kuchli. Xi Jinping o'zini dunyoga Xitoyning podshohi qilib ko'rsatishga urinmoqda. Xitoy podshohlari mutlaq huquqqa ega. Bugungi Xitoy o'zini dunyoning xo'jasi bo'lishga loyiq deb o'ylaydi. 2017-yildan buyon Xitoy hatto Oy bilan Marsni Xitoy zimini qilishni muzokara qilib kelmoqda. Tarixda Xi Jinpingdan qarniyat hukmron ko'rilib boqqan emas. U eng oxirgi mustamlikchi. Xitoy bo'lsa haqiqiy jahongirdir. He is the ultimate colonizer. China is the true imperialist. Doktor Erkin Akramning bildirishicha, o'tmishidan saboq qolgan g'arb davlatlari bugun Xitoyning mustamlikchilik qilmishlariga zarba bermoqda. Ammo Xitoy bo'lsa bugun g'arb davlatlari o'tkazgan tarixiy xatolikni takrorlab, o'zini oqlamoqda ekan. Maqolda deyilgandek, hozir o'zini ulus davlat kimlikning ostida imperializmni yurgizayotgan yangi tipdagi mustamlikachi davlatlar bor. Shuningga hozir Xitoyga qarshi yangi mustamlikachilikka qarshi nurg'un embargoni ilib beryotdi. Bo'libmi Sharq Turkistonda ishlab chiqargan mahsulotga qarshi chiqishimi, u shu mustamlika siyosatining ostida xalqlarni sömürüp, ezib, mahsulot ishlab chiqarishni tanqid qilish va uning oldini olishninki bir siyosati. Shuningga Xitoy g'arbliklarning burun qilgan yomonlikni tanqid qilgan bo'lsa-mu, ammo u xalqni tanqid qilib o'zini oqlashga tirishyotdi. Maqolada deyilishicha, bundan 2 hafta ilgari Xitoy hukumatı mustamlika rayoni bo'lgan Tibetda dunyo bo'yicha eng chong suv elektr stansiyasi bo'lgan Yarlungzangbu suv elektr stansiyasini qurishni tasdiqlagan. Uning qurilish ko'lami Sanxia tosmasi qurilishining 3 yassiga to'g'ri keladi ekan. Bu qurilish sababidan 1 milliondan ko'p aholi ko'chirildi ekan. Maqolaning oxirida avtor Angliya hukumatini Angliyaning mustamlikachilik tarixidan ta hozirgacha o'kinish va boshqalardan aposorash holatidan qutulib, Xitoy bilan Rossiya boshchiligidagi yangi mustamlikachilikka diqqat qilishi va bu harakatning qayta bosh ko'tarishining oldini olishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan.